Agar urushlar bo'lmasa, dunyo qanday bo'lardi? Tasavvur qiling. Dunyoda hech qachon urush bo'lmagan. Yer yuzida birorta ham qurol tovushi eshitilmagan. Hech kim chegarani himoya qilish uchun jon bermagan. Tanklar yo'q, bombalar yo'q. Faqat mehnat, tinchlik va raqobat. Pul, vaqt va inson aqli faqat rivoj uchun sarflanadi. Bugun insoniyat har yili 2 trilliondan ortiq mablag'ini mudofaa va qurol-yarog' uchun sarflaydi. Masalan, 2024-yilda AQShning yillik harbiy budjeti 886 milliard dollar bo'lgan. Bu butun Afrika qit'asining umumiy iqtisodiy ishlab chiqarishdan ham ko'p degani. Shu mablag' bilan har bir bola bepul o'qiydigan, har bir kishi bepul davolanadigan, har bir shahar toza energiyaga ega bo'lgan dunyoni yaratish mumkin edi. Urush bo'lmaganda davlatlar tank emas, innovatsiya markazi qurardi. Raketalar o'rniga sun'iy yo'ldoshlar, o'qlar o'rniga mikrochiplar ishlab chiqarardi. Dunyodagi eng yirik qurol bu bilim bo'lardi. Har bir universitet startaplar markaziga aylanardi. Yoshlar xorijga ketish haqida emas, o'z yurtida qanday qilib yangi texnologiya ixtiro qilish haqida o'ylardi. Bugun o'rtacha bitta urush mamlakatga har kuni 100 million dollargacha zarar keltiradi. Urushsiz dunyoda esa shu pullar zavodlarga, yo'llarga, ta'limga ketardi. Shunchaki tasavvur qiling. Har yili qurollarga ketayotgan 2 trillion dollarni agar iqlim loyihalariga yo'naltirsak, butun yer yuzidagi energiya tanqisligi 70% ga kamayardi. Urushlar odatda boylarni yanada boy, kambag'allarni esa yanada qashshoq qiladi. Chunki harbiy kontraktlar har doim kuchlilar qo'lida. Tinchlik esa buning teskarisi. Pul ishlab chiqarishga, eksportga, texnologiyaga ketadi. Ish o'rinlari ko'payadi, soliq tushumlari ortadi, davlat qarzlari kamayadi. Eng muhimi, odamlarning o'z mehnatiga bo'lgan ishonch ortadi. Urush yo'q dunyoda xalqaro savdo kengayadi, valyutalar barqaror bo'ladi. Investorlar esa yangi biznes makonlarga qo'rqmay kiradi. Inflyatsiya past bo'ladi. Dunyo banki hisob-kitoblariga ko'ra, har bir yirik urushdan keyingi tiklanish o'rtacha 20-30 yil vaqt oladi. Urushsiz dunyo esa rivojlanishda 30 yil oldinroqda degani. Agar urushlar bo'lmasa, dunyo boyroq bo'lardi va eng muhimi, pulning ma'nosi ham o'zgarardi. U endi kuch va nazorat ramzi emas, balki taraqqiyot va inson qadriyati o'lchovi bo'lardi. Har bir bola maktabda o'qirdi. Har bir yosh orzusiga qarz emas, imkoniyat sifatida qarardi. Har bir oila kredit emas, kelajakda o'lardi. Va shunda insoniyat nihoyat tushunardi. Bizning eng kuchli qurolimiz bu tinchlik. Chunki urush xarajat, tinchlik esa foyda. Masala shunda, biz qaysi balansda yashashni tanlaymiz?